Yo do'stlar, sizlar bilan kechagi o'ynayapti. Qo'shni bolalar bo'lsa kerak. Mayli. Daraxtlar ekib taylandim. Bilaman daraxt o'ynab yuribman. Momiga boribcha, uyga sotcha. Men remont qilayotgandim. Daraxt men biriga o'ynab ketdi, remont qilayotgandim. Mana dedilar. Yo'q, o'ylim bugun magazinni ochib ketishim kerak. Odamlar keladi yaqinda. Odamlar hozir yaqinda keladi. Hali zapaskalar turibdi. Men uyga borib ochib ketay. Uxlamay. Osh maroshidan bitta yesam yaxshi bo'lar edi. Yo'q, anoda hamma ichkaridan olaman bo'ldi. Odamlar kesar. Men nima dedim, ozgina qolmabdi meva ham. Marona deganni o'sha yerdan olaman. Bugun shaharga borish kerak. Bitta suvdan icha xotlashdan yuvaman. Damlatilgan xotlash do'stlar. Damlatilgan xotlash yesa bo'ladi. Oh, mazza to'ydi. Icholayin qilayotganim. Qo'shni bolalariga ham urildi. Nima edi? Eshik yopib qo'yapti. Nimaga to'sib rang yo'qol anaqa. Hozir o'tira chiqqani bor ketdik endi barda bo'lgandir. Va ayog'im. Ayog'im qoqilib tushgan joyimdan va ayog'im do'stlar, hozir ozgina o'tirdim. Endi videoni o'taman. Baliq tuyapti bo'ladi. Bag'da kim buzib ketdi? Buzib ketmabdi. Mama qo'yib ketibdi. Liganidorlar ko'payib ketibdi. Yaxshi. Hamma narsani olib solamiz kerak. Pulni aytamga. Aha, qo'shnida qanday kamlar. Shunda orqasidan qaramang. Bitta gapim bor, to'xtab turing. Qanday gapish bor? Magazinimda kim oldi? Bitta jodugar keladi, shunda magazinda egasi yo'g'riga. Magazinim u bo'ladi. Yangi magazin ochdimmi desiz? Ha, ochdim. Barakalla. Na'malang. O'zidan katta pul ko'tarishga. Amal. Menga farqi yo'q. Bo'lib ketganini obullilarmi? Hangi obulli? Ozgina ya. Bilmadim, kechadan beri shunday bo'lyapti. Yo'q, men yuzimda nimalar olyapsiz? Oila, odam ko'pligi deyishmaydi. Do'stlar, men shaharga borib kelaman, magazin ochib qolsin. O'g'rini topamiz baribir. Suv qolmagan. Ilmash. Karachi, men ketdim shaharga. Hali ham turibdi. Nimaga davlat ekibdilar? Yo'q. Poyezdga ketyapman, sizlar poyezdga shaharga boramiz. Poyezdni birinchi harakatlantirish kerak. Tayyor.
Ya poyez bo'lib ketdik. 2 soatga yetib boramiz do'stlar. Olinga yana bitta tezlik ko'paytirib. O'tirib ketaveramiz endi. Voy do'stlar, endi 2 soat o'tish kerak. Nima edi? Panarni yo'qmi ekanmi poyez? Modlar qayerdan ko'paysa degan uzr, men havolaga joylashtirolmadim Telegram kanalimni. Shundan uzr. Telegram kanalimga mobil modlar bo'ladi. Telegram kanalimga poyez modi ulkanlik bo'yicha poyez modini tayyorlayman. Keyin men ishlatgan modlar, daraxt modlari, lekin boshqa modlar Telegram kanalida bo'ladi. Do'stlar, hozir shaharga borgandan keyin pauzani yoqaman. Shaharga kelib qoldik do'stlar, pauzani yoqdim. Mana shu yerda to'xtashim kerak. Poyezdni to'xtatishim kerak. Mana shu yerda to'xtatib turay. Yugur. Ana yetib olmasin do'stlar. Tiq etib boradi. To'xtat. Vali to'xtadi. Xudoga bo'lmas. Endi men bu magazinga kirib chiqib kerak. Kech bo'lyapti-ku. Borguncha ham kech bo'lib qolsa kerak. Magazinni yopishim kerak bor. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nima ya obunachilarga ko'rinmaganmi? Menga ko'rinmaydi. Sizlarga ko'rinmaydi. Ishga olamiz. O'zim ishchi. Magazinim bu. Mashina magazinlarga boraman. Yaqinda kelaman. Katta magazinga. Ishga zindirib ketamiz. Okitaman. Bizga bordim. Menga yo'q, hech narsa kerak emas menga. Aka, mana yerdagi eshigimizni ko'rmadingizmi? Yo'q, bilmadim, sinib ketgandi. Mayli, magazinlaring yaxshi-da, hazil. Poyez bilan borsam, piyoda borsam. Bu shahar modi, keyin ana mod bo'lmaydi. Addonni o'rnatilgan, addonni o'rnatilgan. Daraxt o'ynab ketyapti. Bitta daraxt o'ynatamiz. Bu modlar ham bu kerak bo'lsa, Telegram kanalimga. Yo, poyez o'lgurib ketdi. Shahar bo'yi. Do'stlar, arvoh bo'liyor. Qo'ch arvoh bo'li do'stlar, arvoh ekan. Poyezni menga qo'y. Ya poyez bilan men o'zim piyoda ketsam. Tez boraman. Arvoh do'stlar o'ynab ketyapti. Hamma daraxt o'zizcha. Do'stlar, bu video tugamoq. Do'stlar, ozgina problema qoldi. Bitta gap. Boslarga 5 ta like, 5 ta kommentariya
5 ta obunachi kelsa 22 ta bo'lsa ya daraxt o'sib qolibdi bag'dikini ham ya qo'chili do'stlar bag'analar bor temir yo'lni ta'mirlash kerak endi do'stlar menga bitta modlar hech kim O'zbekiston poyezd modini chiqarmayapti. Jigarlar olamda poyezd chotki modida Bahoz ham o'chib kelyapti. Bahoz shuni video ko'rishdan bo'lsangiz, iltimos o'sha modni tayyorlay menga. Yop boraman. Endi suvdan o'tamiz kechib. Yomon sovuq do'stlar. Poyezddan yo'qlaramiz. Qo'ymayman. Uyga borish kerak do'stlar. Ayog'im onada eshak kesib ketdi. Keyingi videolarni ustiga chiqolay. Do'stlar, keyingi videoga uyga boramiz. Bugun borolmaymiz do'stlar. Ko'tarolmadim. Chiqolay suga yana. Keyingi videoga boramiz do'stlar. Eshigim qo'yilib ketdi. Sizlar olmasam kerak. Men tepaga chiqdim. Do'stlar, keyingi videoga uyga boramiz. Disko do'stlar 5 ta komment berdi. Mana 5 talik. Shundan 5 tagina komment yozib qo'ydi. Bittasi haqiqataylar poyezd modi borligini, bu poyezd bo'ladi. Mayli do'stlar, sizlardan poyezd modini kutaman. Kommentariya. Bunga hatiyam 10 ta obunachi qilib beringlar. 23 ta bo'laylik, 20 talar. Mayli, xayr.